O'zim haqimda qiziqarli faktlar. Familiyam Habibullayev, ismim Islomxon. Samarqandda tug'ilganman. Hobbim video yasash. Instagram, YouTube, Telegramda faoliyat yuritaman. Men YouTube kanalimni Free Fire yo'nalishida yuritaman va boshqa har xil o'yinlar o'ynaganimni ham YouTube'larga qo'yib turaman. Montaj qanday qilaman? Montajni CapCut'da va Wenda qilaman. Logo yoki preview yoki bannerlarni o'zim ishlab chiqaman. Ana endi esa ko'proq ma'lumotlar beraman. Kompyuterim bor. Yaxshi ko'rgan ovqatim osh. Ko'plab berilayotgan savollar preview va logolarni qaysi ilovada qilasiz? Qanday qilib preview yasashimni bu videodan keyin tushunib olasiz. Free Fire'ga kirib kelishimga akam sababchi bo'lgan. Free Fire'ni 2022-yil yoki 2021-yil boshlaganman, lekin u esimda emas. Lekin 2022-yillari juda ham bot bo'lganman. Akamdan yutqizardim, lekin hozir pro igrok bo'lib akam Free Fire'dan ketgan, lekin men o'z yo'nalishimda to'xtatmayapman. Free Fire'da o'sishimga ham akam sababchi bo'lgan. Ana endi esa preview haqida gaplashsak. Men preview va logolarni Pixel Lab orqali yasayman. Agar sizga ham shunaqa sifatli dizayner kerak bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz ham sifatli logo yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan murojaat qiling. Shogirdlar olamiz. Narxi esa atiga 10,000 so'm. Men logo yasashga va preview yasashga juda ko'p vaqt ajrataman va sifatli logo yasashga erishaman. Meni YouTube'da hozircha 5-6 ta odam muxlislik qilib kommentariyalar yozyapti. Ularga rahmat, chunki meni qo'llab-quvvatlayapti. Men dizaynerlikdan normalniy summa ishlayman.